Xo'p, maxsus chaynigimizga keldi. Buni oldin ham sotuvda bor edi, ko'pchilik qiziqmayotgandi, qaranglar. Xo'p, bu yerda suvni strukturasini yutumli yumshoq seylari bo'ladi. Toshlari bor, suvga shelcham qo'shadi, suvni o'sha yutumni ham yumshoq qiladi. Bemalol ichsanglar sezasizlar. Plus buni choy bilan kofe ichsanglar ham ancha shirinroq bo'ladi. Suvni yumshatib beradi bu. Bundan tashqari buni katta yutug'i bu vodorodni suv qilib beradi. Xohlasanglar profilaktikskiy qilib 8 minutga qo'yib qo'yasizlar. Vodorod qo'shib beradi, o'zi ko'rinadi bu yerda. Elektroliz hisobiga vodorod qilib beradi. Уже vodorod ketyapti. Xohlasanglar terapevtический qilib 13 minutga qo'yib qo'yasizlar. Suvda vodorodi bor-da, yozib ko'rasizlar ko'zinglar bilan. Xo'p. Mana oddiy suv, filtrlangan suv, bu yerda hech qanaqa vodorod yo'q. Mana 0,00 ko'ryaptimi? ppb da o'lchangan. Milliarddan bir vodorod mana 0. Bu yerda уже hozir sal turib vodorod qo'shilishi kerak. Xo'p, mana уже vodorod ketdi mana. Suvda vodorodlari ham bor. Profilaktikskiy уже 400 dan baland, bu yerda mana уже 700 ga qarab ketyapti. Plus yana bu yerda suvni OVP'si ham minus zaryadi ham minus mana 260 ko'rsatyapti. Bu yerda OVP yo'q, plusga qarab ketadi. O'shaning hisobiga bu suv как лечебный hisoblanadi. Plus zaryadga qarab ketdi. Bu yerda minus 200, minus 300 atrofida ko'rsatadi. Suvni OVP'sini ham, qonni ham suyutirishga yordam beradi. Mana vodorod qo'shyapti 13 minutlik taymerda. Ishlatsanglar, yosh katta insonlar sezadi, mana plyusovoy bo'ldi. Bu yerda minusovoy. Plus vodorodi ham o'shatganimdek, bu yerda vodorod bor. Bu yerda vodorod umuman yo'q. 0 ga qarab ketadi. Bu oddiy filtrlangan suv.